namozini o'qisa, ro'zasini tutsa, deb to'xtatib qolmadilar-da. Davomi er bilan bo'ladigan munosabat qolgan. Farzini saqlasa, o'zini iffatini saqlasa. Ikkinchisi, eng asosiysi, o'sha nikohda bo'lib turgan erini rozi qilib o'tsa. Shunda boshqalarga berilmagan bu aytishga aytib osonga o'xshab ko'rinadi. Misol uchun sizni bir ziyofatga olib kelib turib, ziyofat bo'lib turibdi, keyin menga o'tiring deb turib bir joyga o'tirgizdirsa. Yana bir kishi joyga o'tirgizdiryapti. Sekin-sekin stollar to'ldiryapti. Endi ham boshqa bir kishi keldida, uni boshqa joyga olib ketdida, qaysi stolga o'tirasiz deyapti. U stollar arvoyi boshqacha. Xohlagan mana yaxshi stollardan bittasiga o'tiring siz desa, ehtiromli bo'ladimi? Hurmatli bo'ladimi? Bu dunyoning o'zida. Dunyoning o'zidagi unaqa hurmatli bo'lyaptimi? Bu qiyomatni dashtida, arosatda tashvish bo'lib turgan paytda siz vaqaking ayol kishi vaqaking siz eringizni rozi qilgan ekansiz, Xudoni rozi qilgan ekansiz, keyin qo'yib bergan tartiblari bilan bu kishini tutgan oilada bo'ladigan o'rinlari bilan-da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, xiyarukum li ahlihi va ana xiyarukum li ahli. Sizlarning eng yaxshilaringizlar ahliga yaxshi bo'lganlaringdir. Va men ahlimga eng yaxshi bo'lganim men dedi. Sizlarning ishlaringda ahliga yaxshi bo'lganlaring men dedi. Bu degani bu hadisdan demak biz yaxshi inson bo'lamiz. Alloh taolo meni yaxshilardan deb yozsin deydigan bo'lsak, nima bo'lishimiz kerak ekan? Oilamizda yaxshi bo'lishimiz kerak ekan. Bizga yaxshi degan nomni oilamiz berish kerak ekan. Borib kelmadilarda eng yaxshilaring deb turib o'lchov qo'ydilar. Ana shu o'lchovni ahlga bog'ladilar. Demak, oilamizda biz yaxshimizmi? Tashqaridan yaxshi bo'lamizda. Chunki insonning hayoti aksar qismi oilaning ichida bo'ladi. Ko'chada misol 8 soat yurarmiz, 10 soat yurarmiz. Ko'chadagi yurganimizda o'sha o'rtog'imiz bilan yoki ishxonamizda o'zimiz ushlab turishimiz mumkin. O'zimizdan bir narsalar yasab olib, hojaga yasab olib, muloyim bo'lib olib yurishimiz mumkin. Bu hojaga bu juda ajoyiblarda bu deb deyishi mumkin. Uyga kelganda bu narsa ustimizdagi maska deymizmi, shu narsalar yechiladi. Ular ko'p narsa qiladigan yurish mumkin nimaga? U bilan 1-2 soat bo'lar xolosda eplab turaladi, ushlab turaladi. Yomon odatlarni chiqarmasdan shu jismida bo'lgan bor yaxshiliklarini o'sha insonga berib turish kerak. Oilaga kelgandan keyin shuncha vaqt o'zini ushlab turishligi nima imkoniyati yo'q. Endi shunday ekan, oilamizda qanaqa bo'lishligimiz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, yaxshi bo'lishligimiz. Endi ayolini bir yomon ko'radigan ishini ko'rib turib, uni butunlay yomon ko'rib qolmasin. Uni boshqa bir undan rozi bo'ladigan yaxshi amallari bor. Mana bu bizni oilamizga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'yib bergan eng zo'r tartib. Demak, ahli ayolimizda yomon kamchiliklar ko'ryapmizmi? Payg'ambar sollallohu nima deyaptilar? Yomonni ko'ryapsanmi? Uni boshqa yaxshi amallarni bir qara deyapti. Ovqat yaxshi qilinmashi mumkin, lekin sizga chiroyli muomala qiladimi? Sizga chiroyli muomala qilmagan bilan farzandlaringizni chiroyli tarbiyalab qo'yish mumkin-ku. Sizga mayli yaxshi muomala qilmasin, ota-onangizni xizmatini do'ndirib qo'yapti-ku. Shunday ko'zni yumib olmashimiz kerak ekanda, bitta nimasiga qarab olmashimiz kerak ekan. Bunday ko'zimizni ochib, boshqa amallarga qarasak, nima bo'ladi shunda? Haligi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarida qanday mana inson sizga bo'lgan kelgan insonni boshqa amallardan sen rozi bo'lasan shunda deb shu narsaga tana olishimiz kerak-da. Ko'zni yumib olib, haligi bitta oyoq kiyimga ikkita oyog'imizni tiqib olib turavermashimiz kerak-da. Shu bilmaydi bitta narsani, bilmaydi deb turavermashimiz kerak-da. Hazrat Umar roziyallohu anhu oldilariga bir kishi ayolidan shikoyat qilib keldi. Endi shikoyat aytaman deb kelsa, u paytda devor, darvozalar bo'lmagan. Hazrat Umar roziyallohu anhu hovlilarida ayollari bu kishiga ovozini balandlab gapiryapti. Shunda haligi inson keldi-da, haligi sahobiy.
xalifani uyida shu ahvol ekan, men nima qilsam deb turib qaytib ketmoqchi bo'ldim. Hazrat Umar ko'rib qoldilar, chiqib o'tdi. Nimaga kelding, nima ketyapsan? Men ayolimdan sizga shikoyat qilib keldim. Mendagi holat sizgida ham bor ekan, shuning uchun ketyapman dedi, to'xtamas. Ayoling senga ovqat qilib beradimi? Men ovqat qilib beradi. Balalaringga qaraydimi, tarbiya qiladimi? Men tarbiya qiladi. Uyingda sen yo'g'ligida qo'riqchilik qiladimi? Men qiladi. Shuncha yaxshiliklari bor, bir ikkita yomonliklariga o'zingni nima qilasan? Yurmasan. Ayol kishi qovurg'aga o'xshaydi. Bu qovurg'anidan birdaniga shunday to'g'rilayman desang sinadi. Buni sekin-sekinlik bilan avaylab, nasihat qilib, yaxshi gapirib turib, keyin to'g'rilaysan. Bu to'g'rilaganda ham shu bitta to'g'ri. Atrofingiz fohishalar, atrofingiz qimorvozlar bo'lmasin desak, shu yashab turganlar oilasini shunaqa qilish kerakdir. Oilamiz namozxonlar bo'lsin, oilalar hammasi shu halol kasb topadiganlar bo'lsin, nima bo'ladi atrofda? Shunaqangi namozxonlar va halol kasb qiladiganlarni jamiyati bo'ladi. E'tibor bermay oila poydevor ekan, poydevorga ishlashmasa kerak. Alloh hammalarimizni, oilalarimizni shu shariatga muvofiq Payg'ambar alayhisolatu vassalomni shu oila tutganlar, shu kishi qanaqangi oila yashagan bo'lsa, 3-4 ta xodimini harakati bilan ish bo'lmaydi. Hammamiz shu ishni qo'limizdan kelyapti, ortiqchasi bormi? Kelib turib, nima kamchilik bor? Bilintirmasdan ketaversak ham bo'laveradi. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا هذه صلاة الجمعة واعف عنا مع جميع نقصاناتنا ولا تأخذ علينا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. Parvardigor, ushbu kunimizga ibodatlarimiz, namozlarimiz va Janob Parvardigor dargohini qabul qilib, sahv xatolarimizni kechirib, hosil bo'lgan savoblardan barobar Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom o'shanday aytadi, sahobiylar jamoatda hozir bo'lganlar barchamizga savoblarni yetkazsin. Parvardigor ushbu kunga va'da qilingan savoblarni olish uchun nasib qil. Parvardigor gunohlar kechiriladigan san gunohlarimizni kechir. Parvardigor sharofatini yurtimizni tinch qilib, mahalla ko'ylarimizni obod qil, xonadonlarimizni Parvardigor tinch omonda qil. Parvardigor kasb ma'notlariga, ishlariga kushoyish. Parvardigor farzand zurriyotlarga itoatli, ibodatli qil. Parvardigor mana bu mas'uliyat ihson qilganlardan Parvardigor o'ziga rozi bo'l. Parvardigor kelganlarni barcha o'ylagan shar'iy maqsadlariga o'ylaganlaridan nasihat qilib bergin. Allohumma solli va sallim. Saloti janoza. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. محترم جماعة حضور المتصل في أجرك. مرحبا بكم جنازة من جامعة تركس. الله يسعدك شو استشهدت يا الله أعلم شو تستمع على
Futbol oynatıştı. Ortada turuyordu. Soymayılan, bol soymayılan. Ha,